Assalomu alaykum qizlarjonlar. Asosiy darsligim yetib keldik. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib ishlayotgan jarayonimizni, bichiq jarayonlarimizni ko'rsatishga ko'rib chiqamiz. Eng avvalo bizaga masalan ish qurollarimizni yaqindan bilishimiz kerak, to'g'rimi? Biza mana asosiy ish qurollarini oldim. Material yoyayotganda qaranglar. Buni agar nastel to'shayotgan bo'lsangiz, yaxlit ko'rinishda ko'rsatasizlar. Izdelniy bichiq jarayoni bo'lsa, ya'ni kiyimlarni, materiallarni qaranglar. Mana bunaqa qilib kameraga men hozir ko'rsataman. Bundoq qilib bitta qilib berasizlar. Mana yana takror. Bu faqat oldingi jarayoni uchun. Mana. Material bir tekis bo'lishi shart emas. Keyingi ikkinchi holatimizni kamerani sal pastroqdan qo'yasizlar va o'zingiz ham kadrga tushish xohlayotgan bo'lsangiz, mana bu tartibda olib kelsangiz bo'ladi. Burchagini buklov tarafini olib, bundoq qilib kameraga bundoq qo'yib berasiz. Kameraga qarash xohlamasanglar, oddiy bundoq qilib ish jarayoni boshlangandan ko'rsatasizlar bo'ldi. Va bichiq jarayonini ham agar yuzinglar tushishi mumkin bo'lsa, uzoqdan bitta общий kadrda bichayotganinglarni ko'rsatasizlar va крупный kadrda chizilayotganini ko'rsatamiz. Masalan, men hozir bichmayman, qizlar oddiy ko'rsataman darslik uchun. Masalan, umumiyda mana oldim va harakatli jarayonda yaqindan yana chizayotgan holatimni olaman. Bu bizaga chiroyli estetik ko'rinish beradi va qaychini qizlar xohlang bichib qo'ygan joyingiz bo'lsa, bichganingizni kesayotgan qilib ko'rsating. Men hozir sizlarga prosta ko'rsataman. Buni ham qaychini ham olganimizda umumiy kadrda bitta holatim va kesayotganimda крупный holatda kesasizlar. Mana shu tartibda olsanglar bo'ladi. Boshidan oxirigacha siz qanaqa chizyapsiz, qanaqa o'lchov qo'yyapsiz, bu qiziq emas, o'rtoqlar. Qaychini tushuntira oldimmi? Oxirgi paytda kameraga bundoq qiladigan kadr moda bo'lgan. Xohlang boshiga mana shunaqa qilib bitta qilingda, material yoyib davomini olib ketishingiz mumkin. Keyingi holatimiz santimetr. Santimetr olayotganimizni, masalan, ishlatyapmiz deylik. O'rab olamiz albatta. Men hozir qo'limga o'radim. Siz bundan ham kichkinaroq qilib o'raysiz. Yaqinroq olib keling va santimetrni tortib olasiz. Xuddi shu tartibda nina bulavkalarimizni rakurs tepadan qo'yib, ninalarimizni tashlaymiz. Qizlar ip olganda yana bitta rakursimiz bor. Mana bunaqa qilib ham tashashadi. Material tashlaydi, tashaldi. Ustiga qaychi, santimetr, ip va bulavkani tashab, mana shunaqa qilib ham ish jarayonini boshlaydigan odati bor. Xohlasanglar shunaqa ko'rinishda boshlasanglar bo'ladi. Santimetr lentani olib berganimdek, ipni ham xuddi shunaqa mana tolasini olib olasizlar. Крупный kadrda ko'rsatamiz. Mana tolasini olib oldik, mana ipni boshini va buni ham tepaga tortamiz, tepadan tortamiz. Qo'limiz tushmaydi mana. Bir ikkita harakat bo'lsa bo'ldi. Bizga yetarli bo'ladi. Bulavkalarni ko'rsatish uchun odatda tepadan tashlaymiz, tepa rakursdan. Bulavkalarni bundoq tashlatadi. Endi bu yerda hozir gullikda bilinmay qoldi. Anatoniyaga tashlayman. Setka markaziga tushayotganiga ahamiyatli bo'lasizlar. Xuddi shunaqa tartibda agar bulavka ham ishlatginglar kelayotgan bo'lsa, uni ham kirgizishinglar mumkin. Bichayotganda agar mana bunaqa masalan asos andozalarni tayyorlab olib, bichiq jarayonini ham qo'yadigan bo'lsangiz, endi bulavka kerak bo'ladi. Agar yo'q bunaqa joylari men ishlatmayman, kerak emas desangiz, unda shart emas. Siz o'zingizni qiziqishingizdan kelib chiqqan holatda kadrlarni olasizlar.